Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana mana ko'rishib turibmiz videorolik orqali. Bugun bitta mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu o'sha hozirgi kunda o'zbek jamiyatida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama bo'lyapti. Bu haqida deputatlar ham, bir ikkita aktivistlar ham, faollarimiz ham fikrlar bildirishdi. Ya'ni go'yoki Rossiyaning va rus intelligensiyasining O'rta Osiyoga va Armanistonga nisbatan bo'lgan mustamlakachilik fikri, ya'ni gaplari. Xo'p, endi bu mavzuni boshlashdan oldin bitta narsa haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Gap shundaki, Alloh taolo odamni bir ajoyib qilib yaratgan. Misol uchun bir odam yoki bir nechta odam yig'ilib, o'sha yerda bo'lmagan yoki o'sha yerda bo'lsa ham biron bir boshqa bir shaxsni muhokama qilsa, tanqid qiladimi, g'iybat qiladimi, boshqa qiladimi, bu silliq o'tadi hamma uchun. Uni hamma noto'g'ri joylarini, hamma harakatlarini aniq detallar bilan muhokama qilib tashlashadi. Lekin insonni o'ziga kelganda bu narsa og'ir botadi. Chunki nahotki man shunaqa bo'lsam degan fikrga keladi agar bu odam o'ziga shu ayblari aytilsa va o'sha go'yoki qo'shtiroq ichidagi ilohiy meni insonni ko'p hollarda tanqidni va haqiqatda unda bo'lgan ayblarni ko'tara olmaydi. Shuning uchun ko'p holatlarda, misol uchun mana o'zbekchilikda, musulmonchilikda yuz xotir qilinadi, ya'ni insonning yuziga aytilmaydi. Gap shundaki, bir necha oy oldin, yanglishmasam, shu O'zbekiston aholisi, ya'ni o'zbeklar Xitoy ekspansiyasi haqida ko'p gapirishdi. Go'yoki xitoyliklar hamma joyni bosyapti, egallayapti, iqtisodimizni egallayapti va hokazo. Ko'chib kelishyapti, juda ham ko'p deb gapirishdi va tabiiyki to'g'ri ma'noda o'zbeklarda qo'rquv paydo bo'ldi. Ya'ni go'yoki O'zbekistonni bular egallab oladi, boshqa qiladi deb. Ya'ni buni qanaqa qabul qilganimizni, qanaqa muhokama qilganimizni hamma biladi. Endi agar biz ham Rossiyani va ruslarni, o'sha yerdagi aholini nuqtai nazardan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, ularni yeriga, ularni holatiga nima bo'ladiki, o'zbekistonliklar yoki o'sha o'zbeklar, tojiklar, chunki O'rta Osiyoda o'zi asosan tojiklar bilan o'zbeklar boradi. Qirg'izistondan borayotganlar ham etnik jihatdan o'zbeklar. O'zbeklar borib o'sha migratsiya holatida, qurilishlarda, og'ir ishlarda ishlashadi va mana shu holatda shu millat vakillariga, ya'ni past ish qilayotgan millat vakillariga ularni ham shovinistik bir fikri, ya'ni go'yoki bularga bu joylarni egallab oldi va u ruslarni siqib chiqaryapti degan ma'noda ularga nisbatan noto'g'ri yoki yomon munosabat boshlanadi. O'zi yaqinda bitta narsa haqida gaplashib qoldim bir yosh katta odam bilan. U odam aytayotdiki, mana deyapti, o'rislar yoki ruslar, ukrainlar farqi yo'q deyapti. Biza deyapti, o'zbeklar oldin Sovet ittifoqi paytida o'sha yerga borganimizda bizga yaxshi muomala qilishardi, chiroyli bo'lardi, o'zbeklarni hurmat qilishardi, kerak bo'lsa avtobusda turib joy ham berishardi dedi. Hozir juda ham yomon bo'lib ketgan holat dedi. Endi men buni ikkita holat bilan baholayman. Birinchisi, Sovet ittifoqi bu alohida bitta katta loyiha bo'lgan va sovet xalqi, sovet millatini shakllantirishda hammani teng ko'rishgan. Shuning uchun insonlarda shunaqa paradigma shakllangan ediki, ongida hammamiz tengmiz. To'g'ri, bu o'zbek, bu qozoq, bu ukrain, bu o'ris, hammamiz bitta millatmiz, bitta bayroq ostida birlashganmiz degan urushdan keyingi shakllangan tafakkur odamlardagi buni to'g'ri qabul qilardi. Ikkinchisi esa o'zbeklar to'g'risini aytganda Rossiyaga qora ish qilish uchun bormagan. Shuning uchun u paytda bunaqa holat bo'lmasdi. Lekin Sovet ittifoqi razval bo'lgandan keyin, parchalangandan keyin massiviy o'zbeklar, tojiklar o'tga borib qora ish qilishni boshlaganda o'z-o'zidan hammada bu holat, ya'ni boya aytib o'tganimdek, insonni yaratilish fitrati shunaqaki, past ish qilgan odamlar yoki misol uchun past ishlarni qilib yurib, past nima deydi, sotsialniy status past bo'lgandan keyin ularga nisbatan yomon munosabat bo'laveradi. Bu tabiiy holat, chunki inson shunaqa programmalashtirilgan, ya'ni uni nafsi, uni kibri odamlarga nisbatan shunaqa muomala qiladi. O'zbeklar, tojiklar o'tga borib qora ish qilgandan keyin
ularga o'z-o'zidan past nazar bilan qarash, keyin vaqt o'tishi bilan o'sha Rossiyani qayta programmalashtirilgandan keyin xalqi o'sha razvaldan keyin shunaqa bo'ldi. Ya'ni shovinistik bo'lgandan keyin sekin-asta o'sha o'rtadagi masofa uzoqlashib hozirgi holatgacha keldi. O'zi Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin hozirgi Rossiya ham bunaqa yaxlit holatda bo'lishi kerak bo'lmagan. Yevropani rejasiga ko'ra bu joy parchalanib ketishi kerak edi, lekin AQShni sa'y-harakatlari va shaxsan Bill Klintonni ishtiroki bilan bu joy yaxlit qoldi. Nimaga deyilsa, o'sha Sovet Ittifoqi bipolar oldingi boshqaruv tizimida yo'qoldi-ku, Sovet Ittifoqi parchalandi va bu joyda Yevropani yordami bilan, qaysidir ma'noda Amerikani yordami bilan sekin-asta o'sib kelayotgan ajdahocha Xitoy kuchayib ketganida Xitoyga qarshi turadigan kuch bo'lishi kerak edi. Shu sababdan va Yevropani ham qaysidir ma'noda biqinida uni qo'rqitib turadigan kuch bo'lishi uchun Rossiyani Amerika ushlab qoldi. O'zi eslatib o'taman, bu haqida bir maqola ham qilgan edim. Sovet Ittifoqini biz bilamizki, Rus imperiyasidan keyin Amerika shakllantirgan edi. Xuddi shunaqa yana Amerika Rossiyani olib qoldi. Va o'z-o'zidan Rossiyani yangi rossiyalik shakllantirish uchun uni o'sha shovinistik ruhda tarbiya qilishni boshlashdi va natijasini hozirgi kunda ko'rib turibmiz. Endi mana shu Rossiyani yaxlit holatda saqlab qolgan Amerika qismi buni biza shartli ravishda g'arbiy qism deb olaylik, chunki o'zi Rossiya hech qachon to'liq g'arb bo'lmagan va to'liq sharq ham bo'lmagan. Bu bir ajoyib maskan, ya'ni sharq bilan g'arb va boshqa bir nechta loyihalarni kesishgan nuqtasi hisoblanadi. Shuning uchun ham agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, Rossiyani gerbida o'sha ikkita kallali ajdahomi, bu qushmi, shunaqa narsa turadi. Bu o'sha ikkita tomonni ko'rsatadi, ya'ni sharq bilan g'arb o'rtasiligida. Aynan mana shu g'arbiy front va uni vakillari asosnonni bilgan holatda harakat qiladiki, sharqdan kelayotgan kuchni to'xtatib qolish uchun. Chunki biz xohlaymizmi yo'qmi, oddiy holatda qaraganimizda go'yoki O'rta Osiyolik migrantlar borib Rossiyada shunchaki tirikchilik uchun ishlab yuribdi, qora ish qilib deymiz. Lekin qadrli do'stlar, siyosatda shunchaki degan narsa yo'q. Hammasi bir muayyan bir maqsadlar uchun harakat qilinadi, chunki manfaatli yotadi siyosatda. Aynan sharqliklarni, ya'ni O'rta Osiyoliklarni u yoqqa borishi bu katta loyiha bo'lgan. Men hozir bu haqida to'xtalib o'tmayman. Bu o'z-o'zidan shu mintaqalarning ekonomikasi, qishloq xo'jaligi o'z-o'zidan pasaytirilib, o'ldirilib, bu odamlar bekorga u yoqqa haydalmagan va bu o'sha g'arbiy front uchun sharqdan keladigan bir kuch sifatida qaraladi. Men hozir sharq haqida ham tushuntiraman. O'zi bitta narsani tushuninglar, o'sha Rus imperiyasining ham parchalanishi, Romanovlarni qirol oilasi bo'lishidan qat'iy nazar o'ldirilishiga sabab ham aynan sharqdan keladigan qo'rquvni hisobiga bo'lgan. O'sha sharqdan kelayotgan kuchni to'xtatib qolish uchun Yevropa shunga majbur bo'lgan. Hozirgi kunda ham o'sha blok, ya'ni g'arbiy blok sharqdan kelayotgan kuchni to'xtatib qolish uchun harakat qiladi. Chunki ular yaxshi biladiki, bugun qora ish qilayotgan odamlar sekin-asta ertaga tepaga ko'tariladi, sotsialniy o'sha liftlardan o'tib bu joylarni egallashini biladi va bu qaysidir ma'noda o'sha sharqiy loyihani, ya'ni sharqni bosib olish usuli hisoblanadi. Chunki o'zi bosib olish usuli ham ikki xil, sharqniki va g'arbniki ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Misol uchun g'arb qanaqa usuldan foydalanadi? G'arb bu individual yondashadi. Misol uchun kuchli 5-6 ta korpusni jo'natadi. Lordlar, misol uchun ingliz lordlarimi yoki Avstriyani vakillari keladi-da, mintaqani nazorat qilishga o'tadi. Misol uchun Hindistonni nima deydi, inglizlar Britaniya xuddi shunaqa bosib olgan. Mintaqani o'sha kompaniyalar orqali bosib olgan. Keyin u kichkinagina bir jangchi otryadlarni kiritishgan, lekin unaqa katta janglar, urushlar bo'lmagan. Ya'ni bu yoqda bir guruh, bu yoqda bir guruh bo'lib kelib to'qnashmagan. Bu g'arbning usuli emas. Ya'ni g'arbni sharqda qiladigan usul emas, chunki g'arb vaqt bilan urushadi, sharq bo'lsa katta maydonlar bilan urushadi va Yevropaliklar yaxshi biladiki, sharqda bunaqa otryadlar bilan urush noto'g'ri. Sharq esa boshqacha usul qo'llaydi. U o'sha mintaqaga o'zini askarlarini yuboradi yoki
chigirtkalarni yuboradi, chumolalarni yuboradi. Bu qanaqa bo'ladiki, misol uchun o'sha past tabaqani yoki dehqonlarni eski paytlarda shunaqa bo'lgan. Misol uchun mana O'rta Osiyoni ruslar qanaqa bosib olgan? Asosiy bosib olish qismi o'sha dehqonlar orqali bo'lgan. O'sha dehqonlarni yuborib, misol uchun qozoq yerlarini sekin-sekin o'zlashtirishni boshlashgan, kirib kelishgan va keyin u otryadli kelib, o'sha chala qolgan ishni bitirishgan. Ya'ni sharqi usuli shunaqa. Hozirgi kunda misol uchun Xitoy ham xuddi shunaqa ish qiladi. O'sha biz bilsak Chinatownlar, o'sha chigirtkalarni ini yoki o'sha muravenniklar desa ham bo'ladi. Ya'ni go'yoki yuboradi, o'sha joylarni egallab oladi. Faqat bu yerda ko'rinishlar har xil bo'ladi. Misol uchun Xitoy o'sha joyga borib egallagandan keyin uni sekin yemirishni boshlaydi, lekin mahalliy aholi bilan qo'shilib ketmaydi. O'rta Osiyoliklarniki biroz boshqacharoq. Mahalliy aholiga qo'shilib ketadi, chatishib ketadi, aralashib ketadi. Ya'ni bu yerda biroz boshqacharoq. Chunki Markaziy Osiyoliklarda biz xohlaymizmi yo'qmi, ular xohlaydimi yo'qmi, islom unsuri bor, islom omili bor. Shuning uchun endi yana bitta kuch bor sharqda, bu hindlar, inglizlar nazoratidagi, lekin bu kuch ham biroz boshqacharoq va o'zgacharoq bo'ladi. Bular ham o'sha otryadlarini, go'yoki desantlarini o'qish, har xil narsalar ishchi sifatida tashiydi. Misol uchun biz o'sha Fors ko'rfazini olamizmi, arab davlatlarini olamizmi, Yaqin Sharqdagi hammasida hindlar juda ham kuchli tarqagan. Misol uchun Hind Xitoyga oladigan bo'lsak, o'sha Malayziya, Tailand, Indoneziya hammasida Hind muhim joylarni Hind elitasi nazorat qiladi. Qiziqqanlar bitta o'rganib ko'rsin. Xuddi shunaqa boshqaruv usuli bor. Ya'ni qurolsiz, kuchsiz, sekin asta vaqt mobaynida o'sha maydonlarni egallab olishadi. O'rta Osiyo ham xuddi shunaqa usuldan foydalanadi. Ya'ni bu kuch to'g'ri O'rta Osiyoni o'ziniki emas, bu o'sha sharqiy loyihaning bir qismi va o'sha joylarni egallab oladi. Va buni yaxshi tushungan rus elitasi, baribir xohlaymizmi yo'qmi, o'sha post imperializm bor ruslarda. Mana shu post imperializmni hisobiga bular yaxshi bilishadi o'sha tahdidni va shuni nazorat qilishni xohlashadi. Lekin Rossiyada boya aytib o'tganimdek, ikkinchi kalla, ya'ni sharqiy loyiha vakillari bo'lsa, ular o'sha O'rta Osiyoliklarmi, hindlarmi yoki xitoyliklarni kirib kelishini ta'minlayverishadi va bular tomon bo'verishadi. Mana shu yoqda ikkita katta jang bo'ladi va o'sha matbuotga chiqibmi, internetga chiqibmi gapirayotganlar, anti migratsiya fikrlarini gapirayotganlar, Duginlar, boshqalar, mana shular, bular g'arbiy loyiha vakillari. Buni o'zi bilgan holdami yoki buyruq asosidami yoki zakazgami farqi yo'q gapiryapti, lekin ularning orqasidagi glavniy kuchlar, katta kuchlar, bular juda yaxshi biladi o'sha sharqdan kelayotgan kuchni. Va bu o'sha biz ko'rib turganimizdeki, ya'ni Rossiyada sharq bilan g'arb loyihasini o'zaro kurashini ko'ryapmiz. Buni yana ham yaxshiroq tushunmoqchi bo'lsanglar va qiziqarliroq bo'lishini xohlasanglar, sizlarga men taklif qiladigan narsam o'sha Tolkien bor, Uzuklar hukmdorini yozgan. Mana shuni o'qinglar. O'sha Uzuklar hukmdori aynan sharq bilan g'arbni urushini tasvirlagan, faqat o'sha ozgina jirkanch holatda tasvirlaydi sharqni Tolkien, chunki go'yoki ular aristokrat, oqsuyak g'arbliklar va sharqdan kelayotgan orklar deb va ko'rib turganinglardeki mana shunaqa kasha boshlanadi. Endi sharq haqida ozgina gapirib o'tadigan bo'lsam, bu sharq ham o'zini loyihasi bor va bu loyihaning ichida ham bir nechta kuchlar bor. O'sha hozirgi kunda sharqqa flagmani bu Xitoy. Yana bitta katta kuch bu Vyetnamliklar, aynan Xitoy bilan qattiq konkurensiya qiladi. Keyin hindlar bor. Hindlar endi inglizlar ta'sirida qizuv tomoni hozir oxirgi 5 yillikda Amerika ham hindlar bilan juda qattiq harakat qilyapti. Misol uchun o'sha J.D. Vance bilsanglar, Trump yordamchisining ham ayoli indus va bir qancha induslarga tegishli anaqalar ko'p Amerikada. Keyin Amazon juda ham katta milliardlab Hindistonga pul tikyapti. U juda katta bozor bo'lyapti. Ya'ni Hindistonni nazoratga olishmoqchi. Chunki kelgusida mintaqada katta bir держава yasashmoqchi Hindistonda. Shuning uchun ham Hindiston o'sha sharqiy loyihaga o'zini yo'nalishida o'sha butun xalqini hamma yoqqa tarqatyapti. Chunki sharqliklar boya aytib o'tganimdek, asosan massa bilan ishlaydi. Ular individualni ishlamaydi.
to'g'ri, hozir ma'noda Xitoy shuni qo'llab ko'rmoqchi, individualniy ishlashga harakat qilib ko'rmoqchi. Hozirgi Xitoy hukumati go'yoki kommunistik Konfutsiy vakillari, lekin bu proval. Chunki holimiz ham yo'qmi, sharqqa usul emas bu va sharqda bu darajada individualniy ishlaydigan yetarli darajada manbalar, bilimlar yo'q. Va O'rta Osiyo ham mana shu sharqqa bir qismi hisobida kiradi va o'sha O'rta Osiyolarning migrantligi va o'zi umuman hozirgi kunda qarasanglar, tojik, o'zbeklar dunyoni butun dunyoga tarqab ketgan, har bitta chekkasida bor va mana shu holatda bir alohida o'sha sharqqa ichida bir alohida kuch sifatida harakat qilyapti. Faqat bu kuch hali to'liq nazoratga olinmagan. Xitoy ham nazoratga olib ko'rmoqchi buni, Yevropaliklar ham, o'sha Amerika ham va albatta biz holimizmi yo'qmi, yana boya aytib o'tganimdek, islom omili ham bor va islom ham bu holatda o'zini so'zini aytmoqchi. Chunki bu mintaqa o'sha kuchli islomiy sunnitlarni yig'ilmasidan iborat. Xuddi shunaqa. Ya'ni bir qancha loyiha ichida, katta loyiha ichida bir qancha mayda loyihachalar ham harakat qilyapti. Shuning uchun men nima demoqchimanki, agar biz o'sha vaziyatga Rossiya elitasi nuqtai nazaridan qaraganimizda, bizani ular baribir holimizmi yo'qmi, ugroza sifatida, tahdid sifatida ko'radi. Chunki biz boya aytib o'tganimdek, xitoyliklarni tahdid sifatida ko'ramiz va o'tda yana bitta qiziq holat bo'lyaptiki, Rossiyada bu tahdid bitta emas. Xitoy, O'rta Osiyo va Hindiston, Vyetnam ham bor. Ya'ni bir nechta mayda loyihachilar loyiha ichidagi harakatda ketyapti va bular bilan qarshi kurashish uchun Yevropaning bir nechta guruhlari, har bittasi alohida bunga qarshi turibdi. Va biz Rossiyani ko'ryapmizki, o'sha ikkita gigant katta loyihani to'qnashuvini va shuni asorati hisobida o'sha o'sha uchun O'rta Osiyoliklargami, o'sha migrantlarga bo'lgan yomon munosabat, yomon tahdid, yomon gap so'zlar, harakatlar, qamashlar, kerak bo'lsa mana ko'ryapmiz, o'ldirilishlar bo'lyapti, o'sha provokatsiyalar bo'lyapti. O'sha Moskva viloyatida bo'lgan maktabdagi mudhish hodisa. Xullas, qadrli do'stlar, men sizlarga o'sha Rossiyadagi bo'layotgan holatni tushuntirishga harakat qildim. O'sha sharq bilan g'arbni o'zaro katta kurash haqida ma'lumot berishga urinib ko'rdim. Qanchalik tushuntira oldim bilmadim. Savollar bo'lsa endi bemalol beraverasizlar, chunki biz holimiz ham yo'qmi, o'sha O'rta Osiyodagi ko'pchilik baribir borib o'sha Rossiyada ishlashga majbur. Shuning uchun har xil provokatsiyalarda ko'p asabiylarni buzmanglar va umuman e'tibor qilmasanglar ham bo'ladi. Bu ruslarning bu propagandalariga, go'yoki o'sha O'rta Osiyoni bosib olish kerak qaytadan yoki Armanistonni degan gaplarga umuman kulib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ishlar bunaqa amalga oshirilmaydi, hech kim qo'shin tortib kelmaydi. Armaniston haqida qisqacha aytaman. Bu Armaniston haqida ham yozgan edim. Ya'ni Armaniston yangi Hazara loyihasidan chiqib ketdi va u Parfiya loyihasiga qo'shilish arafasida. Shuning uchun Amerika tomonidan qo'yilgan Pashinyan shunaqa o'yin qilishni boshladi. Vaqtida o'sha kanalimda ozgina qidirib, topib, o'qib ko'rsanglar bo'ladi. E'tiborli uchun tashakkur. Keyingi videolarda ko'rishib qolamiz, nasib qilsa.